Soat 2'de keldi, kontur o'ynab keldi. Kontur xonasiga olib tepkisan. Jajal qoldi. Bizlarda o'zgarib bo'shash kerak-ku. Bizlar laqillab miyasini og'ritib tashlasak, ular bizdan bo'lish kerak. Men o'ziga aytmayman, mendan bir bor davom keng deb. Men ham laqillayman keysa. U 1 soatimga chidamaydi. 1 soat qilaman, jim bo'lay dedi. Keyin uxlayveradi. Jim bo'l gapirma. Hozir gapirma dedi. Bizdan dam olish kerak. O'sha konturga borib, ozgina miyasi dam olib kelsa kerak-da deb bilmasam. Dash telefon qilmayman. Qayerda siz agar toza o'zimda ishim bo'ladigan bo'lsa, men bolalar muammo bo'lishi mumkin, isitmalashi mumkin, dori kerak bo'lishi mumkin, bolamga kasha kerak bo'lishi mumkin, pampers kerak bo'lishi mumkin, telefon qilaman, noyo'lish. Dadasi kelishingizda pampers olib keling. Xo'p. Dadasi kasha olib kelib, kashasi tugab qolibdi. Xo'p. Soat 2da kelaman, 3da kelaman, menga farq yo'q. Menga o'sha narsani yetkazib bersa bo'ladi. Agar tugadimi, soat 10da telefon qilyapman, kontur xonadaman. Menga yetkazing o'sha narsani deyman, yetkazadi, borsin, o'ynayversin, ishini qilaversin. Menga nima kerak, to'g'rimi? Bolam hamma narsasi joyida, meni hamma narsam joyida, borsin, o'ynasin, vaqtida kelsin, o'ziga to'g'ri bo'lsa bo'ldi-ku, to'g'rimi?